Assalomu alaykum. Viloyatimiz hayotiga oid muhim xabar va yangiliklar tafsiloti bilan efirda Xorazm 24 axborot dasturi. Shu yilning 13 noyabr kuni matbuotda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Markaziy Osiyo yangi davr ostonasida nomli maqolasi chop etildi. Ushbu tahliliy maqolada Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi yaxshi qo'shnichilik aloqalarining rivojlanib borishi jarayonlari va istiqboldagi vazifalar xususida so'z yuritildi. Shuningdek, bugungi jahon sahnasida yuz berayotgan o'zgarishlar, global muammolar, nizolarning mintaqaga ta'sirini kamaytirish, yaxshi qo'shnichilik va o'zaro qo'llab-quvvatlashga asoslangan hamkorlikni davom ettirish bilan bog'liq yangi tashabbuslar o'rtaga tashlangan. Bu maqolada nafaqat erishilgan yutuqlar va shu bilan bir qatorda kelajakda amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar haqida ham prezidentimizning fikr mulohazalari o'rin olgan. Alohida ta'kidlash kerakki, keyingi davrda Markaziy Osiyo davlatlari iqtisodiy sohada, sanoat sohasida, energetika sohasida, iqlim o'zgarishlari sohasida bir qadam bo'lib, bir musht bo'lib birgalikda harakatni boshladilar. Markaziy Osiyo plus formatida qator uchrashuvlarni o'tkazilganligi, Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi, Markaziy Osiyo Amerika Qo'shma Shtatlari, Markaziy Osiyo Xitoy, Markaziy Osiyo Rossiya kabi formatdagi uchrashuvlar Markaziy Osiyo davlatlarini birgalikda, hamfikrlikda, hamqadamlikda taraqqiyot sari birga ildamlashidan darak beradi. Keyingi yillarda Markaziy Osiyo davlatlaridagi oliy o'quv yurti rektorlari forumlari o'tkazilishi, shu bilan bir qatorda Xavfsizlik kengashi kotiblarining uchrashuvlari o'tkazilishi ham bu barcha sohada Markaziy Osiyo davlatlari hamfikr, hamqadam ekanligi, geosiyosiy beqarorlik masalasiga birgalikda javob berish, jahon kuch tizilmalarida bo'layotgan o'zgarishlarni nazarda tutgan holda birgalikda harakat qilish rejasi tuzildi va birgalikda sa'y-harakatlar qilinmoqdaki, bu ham Markaziy Osiyoni taraqqiyotini yangi bosqichga ko'tarishdagi jiddiy qadamlar ekanligi bu maqolada qayd etib o'tilgan.